bularni o'zimiz o'rnatishimiz ham mumkin. Biz gatovoy, misol uchun meni uyim tayyor remonti, uni remontini men o'zgartirmoqchi emasman deganlar oddiygina shu podrazvedniklarni orqasiga qo'yib, bulardan televizorlarni oldirog'iga yoki shu devaysni distansiyasi yetadigan darajadagi masofalarga qo'ygan holatda uyimizdagi barcha qurilmalarni umumiy, ya'ni aqlli qilishimiz mumkin bo'ladi. Aqlli uy yasab beraman, $10,000, $15,000, $3,000, $4,000, может $3,000-$4,000ga endi xizmatini yaxshiroq baholaydigan odamlar ham bo'lishi mumkin, lekin akalar, ishoninglar, bu narsani deyarli hamma barcha o'zi qilishi mumkin bo'ladi. Qo'lingizda atvertka ushlash uchun ozgina ishtiyoq, ozgina elektriklik opti, yana nima? Ishonsangiz bo'ldi o'zingizga. Inshaalloh hammasini amalga oshira olasiz. Men ishonchim komil, O'zbekistondagi 70% o'zbek erkaklarini qo'lidan bu narsa keladi. Endi hali nima desam ekan, qolganlarni aytib o'tishim shart emas, lekin juda ko'pchilikning qo'lidan keladi bu narsalar. Aqlli uyni quraman deb firibgarlarga aldanib qolmang. Arzon narsalarni uyingizga tiqib, falon pulingizni olib ketishiga yo'l qo'ymang. Shu bilan videolarimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Keyingi videolarimiz xudo xolasa obzorlar bo'ladi. Undan keyingi videolarimizda xudo xolasa har birini podключенияsi, ulanishini, har bir harakatini yoki harakat datchiklarini, sensorlarni, kameralarni obzorlarini qilib beraman inshaalloh. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kanalda hozir video olayotgan videomni deyarli montaj qilishni bilmayman. Birinchi videom hisoblanadi, shuning uchun oldindan uzr so'rayman. Xato va kamchiliklar uchun. Birinchi videom professional emasman. Hatto telefonim ham iPhone 7C rusumi. Unaqa qimmatbaho emas. Iloji boricha sizlar uchun harakat qildim. Keyingi videolarda yana ham rivojlanishga, yana ham yaxshiroq kontent qilishga harakat qilaman va siz azizlarga, o'zbek xalqiga inshaalloh xizmat qilib, chiroyli o'zini uyida qulaylik yarata olishini ta'minlab berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Home Premium Servis va men Murodilbek Shukurov. Keyingi videolar chiqquncha inshaalloh xayr, salomat bo'ling.